Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Mana bugun men lavanda gullarini qirqib, buket qilib quritishga qo'ymoqchiman. Mana buning uchun lavandani gullarini hammasini bir chekkadan qirqib olamiz. Keyin lavanda yostiqchalari qilsak ham bo'ladi. Bizda hozir lavandamiz o'ta ko'p emas, shuning uchun katta lavanda yostiqlari emas, aksincha kichkinagina lavanda yostiqchalarini qilsak, ular shkaflarga qo'yib qo'yganda kuyalarda, har xil zarar kunandalarda haydaydi. Agar bo'lishingizni yoniga qo'yib qo'ysangiz, lavandani tinchlantiruvchi xususiyati bor. Uyqu sifatini yaxshilaydi. Inson uchun foydali o'simlik lavanda. Lavandani foydalilik xususiyatlarini aytib adog'iga yetib bo'lmaydi. Shuning uchun butun dunyoda lavanda plantatsiyalari, lavanda bizneslari rivojlangan. Bizda ham hozirda O'zbekistonimizda lavanda plantatsiyalari tashkil etilyapti. Men ham kelajakda shu lavanda gullarimni ko'pgina qilib ko'paytirish niyatidaman. O'zimdan oshinsam, do'stlarimga ham ulashaman inshaalloh. Mana lavanda gullarimizni mana 2 boylam chiqdi. Bu 2 boylam lavandamizni gullarni endi salqin joyda quritamiz. Keyingi bosqich lavanda gulimizdan qalamchalar olib, qalamchalarni yerga ekamiz. Xudo xolisa kuzga tayyor ko'chatlar bo'ladi. Mana lavandani qirqib, chiroyli qilib forma berib qo'ydik. Endi qalamchalarni ekib olamiz. Mana qalamchalarni tayyorlab oldik. Bu idishchada karniminimiz bor. Endi tomir o'tadigan joylarini karniminga tekkizib ekib olamiz. Mana qalamchalarimizni pastki tarafini 45 gradusli qilib, tepa oshchapaklarini olib tashladik. Hammasini shunaqa qilib mana qalamchalar tayyorlab oldik. Mana bu yerga tiqiladigan 1-2 cm joyini toza qildik ipaklardan. Endi bularni tayyorlab olgan joyimizga ekamiz. Mana bu yergillarda tagida soya bo'lib qoldi joylar. Mana shu joylarga ekamiz. Lavanda qalamchalarimizni ustini baklashka bilan yopamiz. Hozir ekib bo'lib yana ko'rsataman. Mana hozir bittani mana karniminga bulab, mana bir chekkadan yerga sanchib chiqamiz. Mana shu tarzda hammasini ekib bo'laman. Hozir ekib bo'lib yana videoda davom ettiraman. Mana lavanda qalamchalarimizni ekib, mana qumli podushkaga ekdik. Ustidan yana bir qator suv berib, keyin mana baklashkalarda qirqilganlarini to'ntardim. Bu baklashkalarda hammasini 4 tarafida havo aylanish uchun teshikchalari bor. Mana ko'rinyaptimi? Endi bu baklashkalarimiz avvalam qalamchalar qilingan. Shuning uchun yangi baklashkalar emas. Faqat negativ yozmanglar, iltimos. Endi bu shunchaki o'zimni qilayotgan ishlarimni ko'rsatyapman. Shu bilan rolikni tamomlaymiz. Endi bu qalamchalarimiz Xudo xohlasa
kuzga ildiz otadi. Bularni orada churada ochib, quruq kosa suv sepib turamiz. Inshaalloh necha foizgadir ildiz otadi. Hech bo'lmaganda 50% oshiqroq bo'ladi inshaalloh. Allohga omonat bo'linglar, sog' bo'linglar.